Har doimgidek sizlar bilan bir kunlik vlog. Bu vlogga aslida tug'ilgan kunimdan bir kun oldin edi qo'yishim kerak edi, lekin ozgina kechikib qoldi. Ertalab turib, yuzlarimni yuvib, perevazkalarimni o'zim qilishni boshladim uyda. Perevazka nima hali ham qilyapsiz anchadan beri deb so'rayotganlar uchun yaram bitmayapti. Timmi u yog'i bitsa bu yog'i yiringlayapti, bu yog'i bitsa u yog'i yiringlab ochilib ketyapti. Shuning uchun hali ham perevazka qilyapman bitishini kutib. Xo'p, dorilarim qurigandan keyin sekin bo'yanishni boshladim, chunki ko'chaga chiqishim kerak. Shunaqa chiroyli luk bo'lgandi menda. Mashinam xudoga shukr bu safar top-toza mo'ykadan kechagina olib chiqqandim. To'g'ri magazinga bordim. Bizning magazinda hozir remont ketyapti. O'sha yerda tez ovqatlanib oldim. Va magazindagi stilajlarni sotishimiz kerak edi. O'shani ham storieslarda maqtab qo'yib yubordim. Ertasi kun tug'ilgan kunim bo'lgani uchun sразу уже bir kun oldindan podarka kelishni boshladi. Aytgancha, tug'ilgan kunim uchun ko'ylak tanlagani bordim. Birinchisi emas, ikkinchisi ko'proq menga yoqdi. Orada binomoga kirishim esimdan chiqmadi. Kirasizlar shunda tred qilasizlar, qarabsizlarki уже pul tayyor. Har doimgidek men xursand. Bir kunda boshimni 3-4 marta perevazka qilish kerak. Bu endi ikkinchisi. Mashinada tez shoshilib qilib oldim. Ekan orada yana boshqa ishlarimni qildim. Ularni videoga olish esimdan chiqib qoldi. Shu bilan Feruza yoniga yana xirurgim oldiga bordim. Ular meni boshqatdan yana perevazka qildilar. Yarim hali beri bitmasligini aytdilar. Shu bilan men uyga qaytdim va kiyimlarimni alishtirib oldim. Ko'chaga chiqib shunaqa kichkinagina tort sotib oldim va tug'ilgan kunimni 12da bir o'zim kutdim. Menga shunaqa